Xuddi shunaqa holatga tushmaslik uchun ikkinchi o'rinda nima qilish kerak? Birinchi o'rinda video oxir aytaman. Sizga sifatli, ishonchli avtozapchas kerak. Uni qayerdan topish mumkin? G'alarol tumani Lenin pavoratidagi M-O'siq trassasining ustida Garant savdo markazining yonida avtomarket ehtiyot qismlar do'konidan topishingiz mumkin. Do'konimizda barcha turdagi yengil avtomobillar uchun eng sifatli va eng ishonchli ehtiyot qismlar mavjud. Va bundan tashqari mashinangiz uchun kerak bo'ladigan har qanday turdagi chexol, polik, aksessuarlar ham bor. Eng arzoni va eng sifatlisi bizda. Hamma do'konimizni kutib qolamiz. Uchinchi navbatda sizga malakali ustalar va ishonchli ustaxona kerak. Xuddi shu manzilda ustaxona mavjud bo'lib, avto elektrik, kantachka, kuzov, gaz, motor, xodovoy, korobka, radiator, pechka, akkumulyator ta'mirlash xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin. Yuqoridagi holat tushmasligi uchun birinchi o'rinda Nexia 2damiz, BMWda drift qilish kerak. Shu videoni driftchilarga tashlab qo'yamiz.